İsan mısınız? İsan mısınız? Narsa qarab turasan? Papugay ko'rganing yo'qmi alla? Narsa? Grobiyan? Bo'lursan grobiyan. Ey kashalar! O'zingizni bilasiz. Ana. Tramvayda bilet almaysizlar, kontrolyor o'zingizni qiynay. Alik isha birisi важный. Siylasha bilasingmi? Durashok degan bo'la. Sen isha bilasingmi? Sen qartalasha men aytam. Nomalay Rossiyaga kelgach boshning ko'rmagani qolmadi. O'ris tilini o'rganasa og'ir bo'ldi. Bulay so'zlari jarayda minatdagi matershina degan og'irroq bo'ldi. Pasholning sing'idan matning oldidan aytiladigan so'zlar bilan og'ir. Aya, hozir mana shu so'zlarni aytuvim bo'la, istamanarsa bu da tondiralar. Tatarcha jingil bo'ldi. Sugunining jarti so'zi shuluq. Aya. Pasholoruna kit debgina qo'yasan. Andan so'ng zakonlari da shu sugunu ko'p ekan. Aytuvni aytalar, o'tamaylar. Rossiyaga kelgachda bir важныйgina bir nashallik tatirdim. Boy malay, ishi tozli kottedji bor. Podvaldan boshqa. Ish Mercedes'i 2 jiba, ish slujankasi, 6 jida sen. O'zi zarlana. Xalqqa 6 oy zarplata bermagan aqsha yo'q degan bo'la. Burjoyniy darezanni. Aya. Әлі шундай унизительный, противный ism qo'shdilar. Kesha. Әлі 3 yoshlik balakay malay kulgan bo'la, qitirtgan bo'la. Nindi kishi bo'lsin, shapshaq oldi. Sen o'zing men aytam balakay shapshaq. Shundan tutib pisiga shata yozdi. Әлі baxit kappisilari viskisdan boshqa narsa yashamay. Anisi kelganda o'g'lim ne ishlaysan? Ol bit egzotishniy qish $300 turadigan bo'la. Nechchi? Sen o'zing bilaysan egzotishniya. Oyoq o'rnina shirpa qadagan baranga. Shundan tutib xolodilnikka javob qo'ydi. Mать твоя женщина men aytam. Mana Antarktida pingvinlar nechik yashaydi deb qiziqsanganing bilindi. Ali jari xo'jaq aytib kirdi. O'zi bilan shibargina, qo'pshag'ina bir papugay qolib qaytgan. Mana kesha, qarab qana tut. Bu $1000 turadi. $1000 kuda uxoyit narodniy jangi men aytam. Qarani, tilingga solma. Tilingga solinsang tovuq kitaklagina chiqarib jabarman degan bo'ldi. Sholoqtinni papugayning jonlarini jilqab o'tirdim. Ertan xo'ja shartlarga yetgan. Narsa ishladik, narsa bu degan bo'la. Narsa men aytam. Shunday qimmatli narsani shara kelish ko'rasi keldi. Sholoqtinni nimadir qo'noqlar keldi, bir важныйgina biznesmen. Bir yarim shara. Yoviqqina shashqir qilgan bir narsa yertib kelgan. Xo'jayin, tag'in bir $1000 men aytam. Shunda o'q shitligimni shuprak qopladilar. Shitligimni qopladilar-da, og'zimni qoplay olmadilar. Siz bunda qo'noq eshittirasiz. Xalq zarplatsiz oshqa tilmira deganim. Kitaklikka chiqarib yopdilar. O'tiram atash o'rnida. Mening jonda bir лёгкого поведения tovuq jirik. Aylanib keladan men Katya dey. Aylanib keladan men Katya dey. Seni bunda prostitutsiyasin yapsalar, men politiskiy убеждениялар bilan men aytam. Sholoqtinni alqashlar Katya bilan ikkimiz nurlab chiqdilar. Katyani shunda o'q so'yib boshladilar. Meni 7 etajlab sugunlarga aylatib, ekzotik ishim qoldirdilar. Nimalar bilan yashadik. Kun sayin go'josh, araq vdovil,
Bianca артынан Bianca. Шәбе, миңа да іліш шығардылар. Тек міне, өзлерінен көп іше башылағаш қана салмай башладылар. Бір күн шулай, проснулся малай из бадуна. Утрам, башка раскалывается. Қанат ұшларым дірілдей, Вась, Вась. Көрмейсің бі өләмбей? Сал 50 грамм мен айтам. Сеңа 50 грамм салсаң, пахмелден бір жарты сырайсың дей. Падлый буду мен айтам, сұрамайым. Сұрамайым. Әгер сұрасам, қанаттарымды кесесің дегенейім. Салып берді. Екінші күн, копыта отбросить готов тұрам. Вась, Вась. Мен барып шетлікте отырам. Әрсеге меңа қанат, сал 50 грамм мен айтам. Қанаттарымды кесіп үлгір алмады. Шолық күнні қатыны подземный переходта шығарып сатты. Анда бір жігіт янда ойнап отырады, башқұртша келер. Альфред. Міне, ол мені өзі алып қайтты. Қазір Салауат театрында яшайым. Альфред мені жарата. Міне, киімдерінде киерге беріп тұра. Бәләкәйрек күні. Башқалар саран, меңа бермейлер. Бүгін міне, Салаватның концерті болмау сәбәплі. Шуша группада яшайым. Әйбәт жігітлер, шәп, добрыйлар. Скоро вообще меломаном стану. Әйе. Міне. Айван!